Görünüyor mu? Oho, görünüyor. Yo'qonchiligimiz ana shu yozyapman. Yo'qonchiligimiz mana shu bo'ldi. Bu yil juda yaxshi bo'ldi. Mana shu Rossiyadan, Rostovdan kelgan kartoshka urug'imiz. 80 oraliqqa ekdik. Oziqasini o'rta me'yorda berdik. Juda ham yaxshi hosillar kartoshka ekan Rossiyaniki. Mana bu kartoshkalar 300-400 grammlardan chiqadi mana bu kartoshkalar har qaysi. Qarib yarim kiloga yaqin kartoshkalar. Juda yaxshi bo'ldi kartoshkamiz. Mana Rossiyadan yuborgan o'g'limizga katta rahmat. Mana shu kartoshkani yetishtirgan rossiyalik dehqonlarga katta rahmat. Kimki mana shu urug'ni shuni yaxshi niyat bilan berib bergan ekan, juda xursand bo'ldik. Alloh u kishining ishlariga, dehqonchiliklariga, kasb-ko'llariga xayr barakalar ato etsin. Xudo xolasa bu yildagi erta bahorda ekishga ham mana shunday yaxshi urug'lardan yana bir 45-50 kilo shu dehqon bog'idan bizlar kartoshka olib ekish nasib qilsin. Mana bu yoqlarimiz endi kovlanadi. Mana bu yoqlarimiz. Mana shunday kovlanadi. Ana kartoshkalarimiz. Paxırni yana ana shu dehqon bog'iga qo'shilib 2 gektar, 3 gektar kartoshka qo'shilib ekishing kerakda. Buni sizlar bu yerdagidek chopmasalaring, o'qidan qolib oqshomgi kuni sug'ormasalaring. O'zing aytding-ku, bir dehqonimiz bor, Tojikistonlik kutib ketgan deb. 2 gektarmi, ha, emlanamay deydi urug'imiz. Ma'lumdan shunday deydi. Mayli desa agar shunga qo'shilib birinchi yilga 1-2 gektar, 3 gektar egasan, boshqa ish qilmaysan, yurasan maza qilib qaytam. Darsini berasan, oziqasini berasan. Uni shu kartoshka olgan odamga mana shu videoni bir qo'yib ber, juda xursand bo'ldi otam dey. Hosildorlikka ilgari ham 3-4 marta mana shunday bo'luvdi, lekin bu darajada katta bo'lgan yo'q edi. Bitib ko'tarib ketgan men 400 gram, yarim kiloga yaqin, 3tasi 1 kilo keladi. O'ynab kulib.